obuna bo'linglar, chunki tezroq biz 5000 ta bo'lishimiz kerak. Hammaga salom obunachilar o'rtoqlar, sizlar bilan men Baksuz va bugungi mehmonimiz Artifakt. Hammaga salom do'stlar, men Artifaktman, Artifakt YouTube kanalining egasi. Bugun men intervyu beraman. Qulayroq o'rnashib oling, kanalga obuna bo'ling. Xullas hammasini o'zingizlar bilasizlar. Da, xo'sh, bo'lmasa birinchi savoldan boshlaymiz. Artifakt YouTube'ga qanaqa kirib kelgansiz? YouTube'ga unchalik ham g'alati emas. Shunchaki do'stlar birgalikda bir YouTube'da biror nima qilib ko'rgimiz kelgan, qilib ko'rganmiz. Mana shu yergacha keldik. O'zi menimcha taxminan 2021-yillarmidi? Bu birinchi YouTube kanal emas umuman. Xo'p, ikkinchi savol, birinchi nikingiz nima bo'lgan YouTube'da? O'sha eng birinchi kirib kelganingizda. Xo'sh, birinchi nik menimcha ismim bo'lgan shekilli. Nik degan narsa bo'lmagan, kanal nomi bo'lgan biz. Da. Unchalik ham Hasan bo'lgan oddiy. Shunaqa deyish mumkin. Uchinchi savol, tez ko'tarilib ketdingizda, men bu nima deydi, birdaniga bo'lib ketdi-da 200 ming ta. O'shanga nima sabab bo'ldi deb o'ylaysiz, tez ko'tarishingizga? Buni eng muhim sababi deb menimcha bu shunchaki harakat taslim bo'lmaslik. Men ham doim mana bu yerda kompyuter oldida o'tirib, umuman prosmotr qilmayotgan videolarga qarab, hammasini shunchaki tashlab yuborgim kelardi, lekin ichimda bir nima, yo'q, taslim bo'lma, boshqalarda o'xshagan nimaga senda o'xshamaydi derdi. Nima taslim bo'lmaslik kerak, sifatga katta e'tibor berish kerak. Taslim bo'lmasdan sifatsiz video chiqarsangiz ham yemaydi, sifatli video chiqarib bittada taslim bo'lib yuborsangiz ham ish bo'lmaydi. Shuning uchun ikkalasini ham zo'r qilish kerak, shunda albatta sizda o'xshaydi. Xo'p, to'rtinchi savol, siz kimdan yoki nimadan motivatsiya olasiz? Men eng ko'p motivatsiya menimcha shu blogerlardan boshqa, masalan, rus blogerlar, o'zbek blogerlar, ular oshyapti, ular harakat qilyapti, ular qila olyapti, nimaga men qila olmayman degan motivatsiya bilan. Da, yaxshi. Xo'p, 5-savol, Artifakt niki qayerdan kelib chiqqan? Artifakt nikini do'stim taklif qilgan, Shohrux. U ikkinchi kanalda chiqadi, menimcha uni ko'p odamlar taniydi. O'shandan chiqqan bu nik. Tortib olganman desam ham bo'ladi. Xo'p, 6-savol, nega aynan Minecraft yo'nalishini tanlagansiz? Umuman olganda buni o'ylab ham ko'rmaganman. Shunchaki Minecraftda men shunchaki Minecraftni boshlaganman, boshqa tanlovlarni o'ylab ham ko'rmaganmiz. Xo'p, kelajakda bormi o'sha boshqa tanlovlar qilish? Minecraftdan boshqa. Kelajakda yana bir ikkita kanal ochib, hayotga bog'liq videolarni ham olib bo'ladi-ku. Da. Qandaydir Mr. Beast stili bor-ku. Odamlar o'zlarini qilib, eksperimentlar qilib, masalan, har xil yuz bilan video olib, shunaqalar narsalar qilishni xohlardim. Balki qilarman ham. Da, xudo xolasa. Xo'p, 7-savol, YouTube orqasidan pul topganmisiz? Endi topamiz. O'zbekistonda YouTubedan pul topish qiyin masala. Monetizatsiya o'chgan, buni hamma biladi. Menimcha oldin yonmagan ham. Shuning uchun YouTubedan monetizatsiyani o'zidan pul topish bu qiyin masala. Lekin boshqa reklamalardan olib shunaqa qilsangiz pul topsa bo'ladi. Men bitta videoyimda aytgandim, o'rtacha 80-100 dollarlar atrofida oyda, ba'zida ko'p, ba'zida kam. Da, yaxshi. Bo'ladi boshlanishiga. Yana boshqa reklamalar olib, boshqa anavlardan olsa agar ko'proq ishlasa bo'ladi. YouTube'da bemalol ko'p pul ishlasa bo'ladi. Xohish kerak, vaqt kerak. Hozir obunachilar oshgan sari reklama beruvchilar ham oshadi. Sizni ko'proq odamlar biladi. Shunaqa. Xo'p, bizda 8-savol, YouTube'dami yoki hayotdami eng katta maqsadingiz nima? YouTube'dagi eng katta maqsadim menimcha shu 10 millionga erishish. Agar bilsangiz, meni kanalimda bir bor o'g'irlashgandi. Bizni kanalimizda Husan bilan. O'shanda bizni kanalimizning paroli bo'ladi-ku, o'sha parol hozir kanalda aktiv emas, tekshirib ko'rmasanglar ham bo'ladi, lekin o'sha parol bunaqa edi. Unda 10 million so'zi bor edi. To'liq parol emas, lekin bir chekkasida 10 million bor edi. Har safar men parolni yozganimda o'zimning maqsadimni ko'rardim. Shu ham motivatsiya bo'ladi. Buni ko'radigan joylarga qo'yish kerak-da. Masalan, kompyuteringizda fonida qanaqadir bir bolalar turish kerak emas-da, birorta motivatsiya beradigan narsa bo'lishi kerak. Keyingi videoga harakat qiladigan. Shunaqa edi. 10 million maqsad menimcha. Hozircha 10 milliondan keyin yana boshqa maqsad qo'yishim ham mumkin, lekin hali ungacha ko'p, shuning uchun bu haqda o'ylab o'tirmaymiz. Da, yaxshi. Xo'p, 9-savol. Sizni eng ko'p vaqtingiz va eng ko'p mehnatingiz ketgan videongiz qaysi bo'lgan?
Xo'sh, hamma videolarga men yaxshigina ko'p vaqt sarflayman, lekin menimcha oxirgi olgan videoyimga men yaxshigina ko'p vaqt sarfladik. Husan va men juda ko'p vaqt sarfladik. Buning sababi ko'p. Ana yuklagan data pakimiz yomon ishlar ekan. O'yin qotdi, bir necha bor o'tvordi, qaytib kirish kerak. Shunaqalarni deb cho'zilib ketishlar bo'ldi. 10-savoliga keldik. Qachon YouTube'dan ketmoqchisiz? Umuman olganda men YouTube'dan qachon ketmoqchiman? Men umuman YouTube'dan ketish niyatim yo'q. Men YouTube'da qolib, xuddi boshqa ko'p blogerlarga o'xshab, balki biznes qilishim mumkin. Men faqat YouTube'da o'zidan pul topish emas, men biznes qilib, shu biznesimni bemalol YouTube orqali reklama qilishim mumkin, yoki YouTube bilan boshqa ishni ham bemalol olib ketishim mumkin. Shu xullas, men umuman YouTube'ni to'xtatish niyatim yo'q. YouTube'dan umuman ketish niyatim yo'q hozircha. Bunga hech qanday sabab ham yo'q. Ketmasam ham kerak. Xudo xohlasa. Xo'p. Xudo xohlasa. Bizning 10 ta savolimiz tugadi. Videoga qatnashib berganingiz uchun rahmat. Bitta tilak qilsangiz, videoni sekin tugataveramiz. Xo'sh, taslim bo'lmanglar. Hech qachon taslim bo'lmanglar. Hozir sizlarda prosmotr yig'mayotgan, ko'rishlar bo'lmayotgan bo'lishi mumkin, lekin bu taslim bo'lish uchun sabab emas. Hech kimda bittada bo'lmaydi. Masalan, MrBeast'da 250 milliondan oshiq obunachi bor. Kanalga kirib, eski videolarni ko'rsanglar, birinchi videosi 15 FPS, Minecraft, yana Bandicam degan katta yozuv o'tiribdi, lekin u necha yil deganda shuncha narsalarga erishdi. Bunga shunchaki vaqt, xohish, istak kerak va hamma narsaga erishish mumkin. Xo'p, rahmat Artifact videoga qatnashganingiz uchun. Mana bolalar, sizlar so'raganinglardek Artifaktdan ham 1000 to'lay oldi, ya'ni 10 ta savol oldi. Like bosinglar va kanalga obuna bo'linglar.